Onasi? Men orqaga o'tiryapsan. Nima qilay? Har doim sen meni oldimda o'tirgin. Tushundingmi? Sog'inganni orqaga qarashga qiynalaman. Ham qo'lingni ushlab ketaman, onasi. Orqamda o'tirmang qisqacha. Oldida o'tirgin, meni oldimda bo'lgin har doim. Shunaqa bo'ldi, qo'lingni ber, onasi. Siz nima qilasiz? Ko'chada hamma qarab turibdi. Ushlashingizni qarang. Nima bo'ldi qo'lingni ushlasam? Nima, men o'ynashim bilan ketyapmanmi? O'zim halol bilan ketyapman-ku. Mashq qo'ling, meni qo'limga har doim zanjir bo'lsin. Tushundingmi, onasi? Onasi, o'ynar yo'lda qarang, kachaylar bor ekan. Nima qilamiz? Ushamizdan yuringlar. Endi shu yoshimda kachara uchib berishim qoldi. Yoshingga nima qildi? Degan bo'lsa 30 yoshga kirding. Men 35 ga to'ldim. Hali yoshmiz. Shuni bilib qo'y. Sen bilan qaragunimcha, kampir chol bo'lgunimcha sevishaman. Butun umr sevishaman sen bilan. Tushundingmi? Shuni hech qachon unutmagin. Sevgi 40 yoshdan keyin boshlanadi. Bilib qo'ygin shu narsani. Yur, biluvchan, onasi. Adasi bir kun damingizda maza qilib uxlasangiz bo'lardi. Butun kuningizni men bilan o'tkazib yubordingiz. O'zi bir haftada bir marta dam olsam. O'sha bir kunimni sallaga bag'ishli deyman-da. Bu joyga olib chiqsam deyman, aylantirsam deyman. Hadi uyda g'aflat bosib yotganimdan ko'ra sallaga vaqt ajratganim yaxshi, onasi. Bilasanmi, boshqalar sigaret chaqib, aroq ichib, boshqa narsa bilan kayf qilsa, men sallaga vaqt ajratib, sallani aylantirib, sallam bilan yurib kayf qilaman. Bilib qo'ygin shuni. Buni o'ylab qarasak, bu dunyoda bir-birimizga g'animat ekanmiz. Farzandingizga, ayolingizga, onangizga vaqtida vaqtingni ajratmasanglar, baxt sizlarni ulardan ajratishi mumkin. Shuni bilib qo'yinglar.